Talabalik bu oltin davr. O'sha unutilmas va yorqin damlarni qaytarish vaqti keldi. To'g'ri tanlovni amalga oshiring. Men balandparvoz gaplar yoki katta va'dalardan yiroqman. Lekin shuni aniq ayta olamanki, biz avvalambor interaktiv formatlarni rivojlantiramiz. Chunki meni nazarimda talabalar kengashi bu kamroq formal va ko'proq interaktiv formatlarga urg'u beruvchi talabalarning strukturasidir. Shu bilan birga an'anaviy sport va kibersportni rivojlantirmoqchiman. O'zim ham sportning katta muxlisiman, asosan futbol va tennisni. O'ylaymanki, universitetimizni QS rankingda pozitsiyasini yaxshilash kerak. Bu o'rinda talabalar kengashining hissasi bo'lishi ham shart. Bu bo'yicha maqsadimiz shunday. Ya'ni SDG barqaror rivojlanish maqsadlarini klublar faoliyatiga integratsiya qilgan holda hisobotlar tayyorlash va bu hisobotlarni to'g'ridan-to'g'ri QS rankingga yuborish. Shu orqali talabalar kengashi universitetning xalqaro reytingini oshirishga o'z hissasini qo'shishi mumkin. Bu qisqa videoda barcha loyihalarimizni sanab o'tirmayman. Bilaman, zerikasiz. To'liq taqdimotni havola orqali ko'rishingiz mumkin. Biz o'zimiz bilan yangilanish va kreativlik olib kelmoqchimiz. Agar siz biz bilan bo'lsangiz, to'g'ri tanlovni amalga oshiring.